borib uzoqda borma, olaman o'zi. Kulib qarab. Qo'shin pastroqda. Ratana to'ylar maskanida barchangizni ko'rib turganligimizdan nihoyat mamnunmiz. Kutilgan lahzalar yetib keldi. Azizbek hamda Shahzoda xonimning farzandlari, kiprik uchida asrangan dilbandlari, ikki pahlavon Mustafa hamda Abdusolih ummatlar safiga qo'shilmoqda. To'ybollarimiz esa jajji singillari Shukrona xonim bilan birgalikda buvijon, oyijon, dadajonlari hamrohligida to'yxonamizga tashrif buyuradi. Marhamat, kutib oling, olqishlang va havas qiling. To'ylar muborak bo'lsin. To'yimiz qahramonlari to'yxonaga tashrif buyuradi. Badon sone nagirade shkajoyat ayomoda Zitu birtan nabidam hechkason daringeti Badon sone nagirade shkajoyat ayomoda Siyem zaki bilamana kun khud Tulam fikosho manam shumashud Chaman 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 kudu 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 Dertlaringiz döküp saçın yaylasında Armanlarla
to'lmasin hech ko'ngil omadimni hadya Onasini yaxshi ko'rganlar birga. And I don't know, can you speak English? And I'm so happy to be there to attending the wedding. And you are so kind people there that I have never seen so kind and warm people like you. So I'm so happy that what can I say? Juda ham xursand ekan shu tadbirda qatnashganlaridan. Bu unutilmas lahzalar ular uchun o'zlarini xursandliklarini bildirishyapti. I wish they can happy forever and have a baby maybe. Nasib bo'lsa kelasi o'g'il farzandlarining to'ylariga ham kelishni xohlashyapti, orzu qilishyapti. Yoqmay qolsin. Samarqandda to'y yoqmadi shekilli. Assalomu alaykum. Uzoq kutilgan, sog'inilgan to'yga taklif etilgan umri azizlar. Xush kelibsiz. Yoshlarimiz nomidan, to'yxonadon egalari nomidan ijozat bergaysiz. Deymiz takroran yana bir bor. Xush kelibsiz. Kutilgan, sog'inilgan to'ylar.
barchamizga muborak bo'lsin. Ayni damda hurmatli aziz mehmonlarimiz, yoshlarimizni davramizga taklif etish arafasidamiz. Shunday ekan, eng avvalo o'rnimizdan tik turgan holatda yoqimli ochiq chehra tabassum bilan yoshlarimizni munosib qarshi olasiz degan umiddamiz. Marhamat, guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida yoshlarimizni qarshi olamiz. Yoshlarimizga Dilshod hamda Zarina hamrohlik qiladi. To'ylar muborak bo'lsin. Va ayni damda hurmatli aziz mehmonlarimiz, bugun oqshom davomida qo'shaloq to'ylarni guvohi bo'lamiz. Ayni damda ushbu nikoh to'ylariga xatna to'ylari ham qo'shilgan ekan. Kelinglar, ayni damda jajji bolajonimizni, Durbekjonni ham guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida davramizga taklif etamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Bolaga to'yona olib kelgan dadasi, nabiraga qoyasatda uning qilaqasi. To'y ketidan ergashadi, mahallaning kuy bolasi, sochimoni tutgan uning kuyovasi. Xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech tilab qolamiz. Albatta kim xalqimizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar doimiy bardavom bo'lsin. Bugungi kechamizni qurol va qurolichasini badiiy sahnamiz kamoliga taklif qilsak-da, agarda sizlarga malol kelmasa, o'tirgan holatda doimiy guldiroz qarsakiylar sadosi ostida kutib olamiz. Davramizda Yodgorjon hamda Parvina to'ylar muborak bo'lsin. Tushlarimga kirib yurgan, yulduzlardek yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'shami.
Onajolarimiz baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Sizning baxtingizga Qolaversa, Ho'ziboy akamiz, Manzura onajonimizning janji nabiralarining xatna to'ylarida, sunnat to'ylari, payg'ambarlarimizga ummat bo'lganlarini barcha yaqinlar bilan birgalikda bir qilib nishonlash arafasida turgan ekanlar. Mana shu yigitchalarimiz Amirxon va Beroshoqlar ham katta yigitlar bo'lsin. O'lib o'sib mana shu akajonisdek sahnamizda to'rlarda ularning misoli va nikoh oqshomlarida ham birgalikda mana shunday shirin diydor qadar uchrashib turish barchamizga nasib ro'zalasin deymiz. Katta yigit
surgan sizishanu tushlarimga kirib yurgan yulduzlardan yonib turgan meni o'ylab xayol surgan sizishanu Kalom. Yana bir bor assalomu alaykum davramizni qaddidan ham qadrbaland mehmonlari, hurmatli mezbonlari va albatta bugungi koshonamizni asl qahramonlari keling-kuyovlar. Barchangizga Sadinevlar xonadonida boshlangan Husniddin akamiz, Adolatxon opamizni orzulariga yetib turgan baxtli kunlari muborak bo'lsin. Shunday ekan, bugungi to'yimizni unutilmas oqshomni boshlab olamiz. Ratana bazmgohini markaziy maydoniga to'y sohiblari Husniddin aka, Adolatxon opamizni ehtirom va hurmat bilan taklif qilaman. Bugun to'y sohiblari marhamat qilib Husniddin akamizga taklif qilamiz. Umar akamizga hurmat bilan mikrofonni taqdim etadi. Assalomu alaykum. Oilaviy sadoqat, muhabbat ramzi sifatida kelin-kuyovimizga bir-birlariga noxush taqishni taklif etamiz. Marhamat. Olgulardan ibrat kuylashir yoz qilami ibrat Mirzo olgulardan ibrat kuylashir yoz qilami ibrat bo'lsin senga mudom do'st ulfat otasidan duo olganlar bo'lsin senga mudom do'st ulfat otasidan duo olganlar ko'rmay turib dunyo chizish tarovatdir yarni olsak u xudoga malomatdir rozi bo'ling do'stlar go'zal hayot uchun bu dunyoga yechim bo'ling bo'lmang tugal ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir yarni olsak u xudoga alomatdir ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir yarni olsak u xudoga alomatdir mo'minlikda dalolatdir yarni olsak u xudoga alomatdir ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir ko'p sovqinchilarda orzu-odatda qildim ko'p sovqinchilarda orzu-odatda qildim zamoniga shakar qildim zamoniga shakar qildim Sevgimiz
yagona najot faqat sen uchun deb istayman. Yo'llarimda qoldi eng so'nggi hayot, o'lsam ham ismingni istayman. Sevgi safarlarimizni hal qilishda davom etamiz. Maylilar, kimnidir o'xshayapmiz. Ularga qo'shilib yig'lashamiz. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrashamiz. Yaxshi yomon qo'limda